Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Pogrosshigimiz past kabinali bo'ladi. Balandligi 225, yerdan balandligi 225 bo'ladi. Kovshasi 0.8, yuk ko'tarish hajmi 800 kiloni ko'taradi. Motori 79 ot kuchi, turbo motor. Konditsioneri yo'q, ventilyatori bor, joystikda ishlaydi. Narxi 12 ming. Navbatdagi pogrosshigimiz 1 kubalik pogrosshiklar bo'ladi. Motori 79 ot kuchi, nimada joystikda ishlaydi, konditsionerlari bor, turbinasi bor. 1 tonna 200 yuk ko'taradi. 1 kubalik 3,5 metr ko'taradi. Havo, chakman barini ortadi. Kabinaning balandligi 275. O'zining narxi 14,5 ming. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Navbatdagi pogrosshigimiz 7 tonnalik 92 kilovat 125 ot kuchi bo'ladi. Yuk ko'tarish hajmi 2,5 tonnani ko'taradi. 2 xil kovshasi bo'ladi. 2,1 kubalik и o'zini radnoy 1,5 kubaligi joystikda ishlaydi. Hamma narsasi bor komplektida. Konditsionerlari ham bor. Mana shu turishi komplektida 23 ming bo'ladi. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. O'sha 7 tonnalik pogrosshigimiz eng legenda bo'lgan 1 kubalik betonameshalkasi bilan komplektida adapteri ham bor. Ham 1 kuba betonni qoradi, ham 1,5 kuba tosh tortadi. Balandligi 4.30 ko'taradi. Yerdan 4 metr 30 santimetr ko'taradi. Narxiga keladigan bo'lsak, hamma narxni aytmaysiz deydi. Komplektida 29 ming narxi. Mana ko'raverasizlar, 125 ot kuchi bo'ladi. 4 porshonli motor, kabinasida joystikda ishlaydi. Nimalari bor, konditsionerlar, hamma narsasi bor. Telefon qilinglar, aloqaga chiqinglar.